Assalomu alaykum qadrli muxlis yulduzlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Video davomli bo'lishi uchun bir dona like bosib qo'ying. Anvar Sanayev o'zbekistonlik mashhur xonanda. Xonanda 1968-yili 16-noyabrda tug'ilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek. Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida tahsil olgan. Hozirga qadar 30 dan ortiq qo'shiq kuylagan. Yor-yorlar, chin oshiqlar, atirgulimsan muhabbat, atirgul, mahshar kuni ko'rishguncha, onajon kabi qo'shiqlari ommalashgan. Anvar Sanayev umr yo'li davomida ko'plab kam ta'minlangan oilalarga yordam qo'lini cho'zgan. Anvar Sanayevning ijodi gullagan mahalda uning ko'p oshiqlari bo'lgan. Hattoki mahallaga yoysa poyandoz bo'ladigan darajada qizlar unga xat yozishgan. Ko'plab sovg'a-salomlar, qimmatbaho sovg'alar, hatto uning ayol muxlislari mashina sovg'a qilgan mish-mishlar ham tarqalgan. Konsertidan so'ng uyiga borolmaydigan darajada muxlislari Konsertidan so'ng hatto uyiga borolmaydigan Anvar Sanayevning ayoli o'ta rashkchi bo'lgan. Konsertlardan so'ng uning muxlislari sahnada dastxat ololmagach, uning uyiga borib, Anvar Sanayevdan bir dona dastxat olish uchun soatlab kutib turishgan. Anvar Sanayev bundan bir taraflama quvonsa, bir taraflama ranjigan. U charchagan holatda o'z uyiga kirolmayotganini, konsertdan so'ng xotirjam dam olish uchun ayoli, farzandlari yoniga qaytish o'ta qiyin bo'lganini ko'plab intervyularda aytib o'tadi. Albatta, muxlislarning ko'pi yaxshi, ammo ko'pchilik muxlislarim meni ham o'zlarini ham qiynab qo'yishadi. Men konsertdan so'ng dam olishni xohlayman. Uyimni atrofini muxlislarim o'rab olgani uchun uyimga bora olmayman. Muxlislarimga ham shuni ta'kidlab o'tamanki, vaqtingizni, pulingizni sarflab menga sovg'a-salomlar olmanglar va xonadonimning tagida turmanglar. Konsertlarimdan so'ng o'ta charchagan holatda bo'laman. Baribir meni uchrata olmaysizlar, deydi Anvar Sanayev. Aziz muxlis, shu kabi yangiliklarni birinchilardan bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.